Ushbu videoda men hozir o'rgatadigan mavzularim orqali imtihonga tushadigan ko'pgina qiyin savollarni yodlamasdan turib o'rgansangiz bo'ladi. Hattoki avtomaktablardagi ekspress kurslarni olmasdan uyda o'tirgan holatda tayyorgarchilik ko'rsangiz bo'ladi. Agarda siz imtihon savollarini yodlab turib, imtihon kirib bir necha safardan beri yiqilayotgan bo'lsangiz, unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. O'zim haqimda qisqacha aytadigan bo'lsam, 11 yillik tajribaga ega o'qituvchiman. Shu tajribamdan kelib chiqqan holatda o'zimni shaxsiy onlayn kurslarimda 1000 dan oshiq o'quvchilarni o'qitdim va 99% o'quvchilarim imtihonni muvaffaqiyatli topshirib, haydovchi guvohnomasini o'z vaqtida qo'lga kiritishdi. Shu kungacha uyda o'tirgan opa-singillarimizni va musofir yurgan aka-ukalarimiz ham onlayn tayyorlov kursimizni olib, tayyorlanib, imtihondan muvaffaqiyatli o'tib kelishmoqda. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz darsimizni boshlaymiz. Darsligimizni boshladi, tartibga soluvchi ishoralari. Ko'pgina o'quvchilar aynan imtihonda mana shu tartibga soluvchi ishoralarini yaxshi bilmagandan imtihondan yiqilib qolishyapti. Nima? Oxirgi qo'shilayotgan savollar ham tartibga soluvchidan bo'lyapti. Yaxshi ko'ringlar, tushunib olinglar, qiynalmasa savollarni yechinglar. Xo'p, avvalambor tartibga soluvchini nechta ishorasi bor? Biza shu ishoralarni yaxshi o'rganib olgan bo'lsak, bizga qancha tartibga soluvchini ishoradan savol beradigan bo'lsa, biz qiynalmasdan, uni ko'rmasdan turib, birinchi marta ko'rishimizdan o'zidayoq bemalol topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, tartib soluvchini nechta ishorasi bor? Bilib olishimiz kerak. Tartibga soluvchini 3 ta ishorasi bor. Mana ko'ryapsizlar, birinchi ishora, ikkinchi va oxirgi ikkitasi uchinchi ishora hisoblanadi. Hozir sekin birinchi ketin tushuntirishni boshlayman. Xo'p, avvalambor eng kerak narsani aytib qo'yaman. Har doim o'quvchilarimga aytganman, tartibga soluvchini tushunmagan va esdan chiqarib qo'ygan o'quvchilar ham bemalol bitta narsani eslab qolish oson bo'ladi. Tartibga soluvchini har doim orqa tomoni to'xtaydi, bilib olinglar. Orqa tomoni. Ya'ni o'ng yelka emas, chap yelka emas, old emas, orqa 100%. Hamma ishorasi orqa tomon to'xtaydi. Hozir qolgan tomonlarni ham tushuntirib o'taman, lekin sizlar bilib olinglar. Ushbu ishorasini ham sizlar tushunmagan tartibdan esdan chiqarib qo'ysa ham orqa tomonni hech qachon yurgizmanglar. Misol uchun testda savol berish mumkin. Qaysi transport vositalariga harakatlanish taqiqlanadi, mana shu ishoradan beradi. Qanaqa ishora tushishdan qat'iy nazar, qaraysizlar, taqiqlanganini so'rayapti savolda. Orqa tomonda qanaqa transport vositasi turibdi? Bilib oldinglar. Misol uchun, sariq avtomobil turibdi orqa tomonda. Qaraysizlar, sariq avtomobil taqiqlanadi. Bo'ldi. Endi 3 ta variant bergan, 3tasidan faqat bir donasidagina sariq taqiqlangan variant qo'shgan bo'lishi mumkin orasiga. Ikkitasini olib tashlashga o'z to'g'ri variant kelib chiqadi. Yoki ikkitasi turar, bittasini olib tashlashim, ikkitasidan bittasini tanlashim kerak bo'ladi. Yoki savolda qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat beriladi deyish mumkin. Aynan biza taqiqlangan tomonni olib tashlaymiz variantda. O'zi avtomatik tarzda to'g'ri variantni o'zi kelib chiqishadi va to'g'ri variantdan ikkita uchtasi qolsa bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi bizga. Demak, bilib oldik, ketdi boshimiz. Hop. Birinchi ishorasi qo'llarini yon tomonga cho'zgan yoki tushirgan holat. Xolasa qo'lni yon tomonga cho'zib turishi mumkin. Xolasa qo'lni tushirib turishi mumkin. To'g'ri, hayotda qimillab turishi narsalardan qilib. Bu hayotda boshqa ishoralar ham berishi mumkin hech tartib soluvchi. Lekin test savollari yo'q. Birinchi ishora shuni qo'lni cho'zib turishi mumkin ekan yoki tushirib turishi mumkin ekan. Bilaman, sizlar qaysi tomon to'xtashini bemalol topishingiz mumkin. Orqa tomon. Har doim aytdim, orqa tomon harakat taqiqlanadi. Qaysi yo'nalishga yurishdan qat'iy nazar va qanaqa turdagi transport vositasi bo'lishidan qat'iy nazar. Kerak bo'lsa sizlarga shu ishorani berib qo'yib, orqa tomonga bir dona transport vositasini berib, faqat o'ng yoki chap yo'naltira olgan bo'lsa ham, yo'q, sizlar mumkin emas. Orqa tomon to'xtaydi deyishingiz kerak. Demak, bu ishorasi, bu holati bitta narsa ekan. Bu holatda oldi va orqa tomondagi barcha turdagi va qanaqa yo'nalishga yurishdan qat'iy nazar
hamma transport vositalari harakat taqiqlanadi, mumkin emas. Mana e'tibor beringlar, mana oldi bilan orqa tomon to'xtayapti. Balkim qizil avtomobilni o'zini berar. O'ng yoq bilan hech kim yo'qdir balkim. Baribir harakat taqiqlanadi. Old tomonni faqat bir tomon transport berar, chapga yoq qo'yar, pavorotni. Baribir taqiqlanadi deysiz. Demak, eslab qolinglar. Qo'lini cho'zib turibdi yoki jim turibdi tushirib. Mashina ham ishora. Oldi bilan orqa tomon taqiqlanadi. Ketdi, keyingi holati. Demak, ikkita yelka tomondagi mana ikkita yelka tomondagi tramvaylar faqat to'g'ri yuradi. Ya'ni bitta qo'lidan kiradi, bitta qo'lidan chiqib ketadi. Qo'lni xolisi tushirib tursin, xolisi ko'tarib tursin. Bitta narsa. Ikkita qo'l bo'ylab yurar ekan mana. Endi aytishingiz mumkin. Yo, bu izi ikkita qo'l bo'ylab emas. Bu izi yo chap tomonda yoki bo'lmasam o'ng tomonda deyishingiz mumkin. Bunaqa holatda harakat taqiqlanadi. Faqatgina shu ikkita yelka tomondagi tramvaylar izi to'g'ri bo'ladigan bo'lsagina ana o'shanda yurishi mumkin bo'ladi. Xolisi qo'lini tushirib tursin, xolisi ko'tarib tursin, to'g'ri izi, faqat to'g'riga bo'lsa yuradi. Qolgan yo'nalishiga harakat taqiqlanadi tramvayga, mumkin emas. Endi relsiz transport vositalariga qaysi yo'nalishi mumkin? Mana, demak, tramvay ikkita yelka tomondagi faqat to'g'riga dedi. Tramvaydan tashqari qolgan transport vositalari esa biz relsiz transport vositalari deyishimiz mumkin. O'sha relsiz transport vositalarini xolisi to'g'ri yurgizamiz, xolisi o'ng tomon yurgizamiz. Aynan shu ikkita yelka tomondagilar. Mana xolisi to'g'riga, xolisi o'ngga. Xolisi qo'lini cho'zib tursin, xolisi tushib tursin. Bitta narsa ekan mana. To'g'riga o'ngga. Endi chapga yurmoqchi bo'lsa-chi, misol tariqasida mana shu yashil avtomobil chapga yurmoqchi bo'lsa-chi. Chapga yurmoqchi bo'lsa, joyda tartibga soluvchini ruxsat etuvchi ishorasini kutadi, joyda kutadi. O'rtaga chiqib emas, qoida bo'yicha. To'g'ri, hayotda ko'rgansiz o'rtaga chiqib turgandi. Yo'q, unaqa emas. Joyda nima qilish kerak ekan? Kutish kerak ekan. Bu yerda hosili e'tibor bersanglar, bitta qator tariqasida berganmiz. Endi hayotda bunaqa bitta qator emas, vaziyatga qarab gay ham kim qayerga ketyapti, shunga qarab bo'laylik son nechta shunga qarab ishora beradi. Bu hozir o'rtaga chiqmasin, joyda kutib tursa, orqadan kelayotgan to'g'ri yurmoqchi bo'lgan haydovchi qayerga yurishi mumkin deb savol tug'ilishi mumkin ayrimlarda. Unaqa noto'g'ri tushunmaylar sizlar. Demak, o'zi asosiy biz urg'uni tushunib olishimiz kerak. Urg'u ishora qo'lga berilyapti. Demak, ikkita yelka tomonli tramvaylar faqat to'g'riga, relsiz transport vositalari esa xolisi to'g'riga, xolisi o'ngga. Mabodo chapga yurmoqchi bo'ladigan bo'lsa, relsiz transport vositalari joyda kutish kerak bo'ladi. Mana, e'tibor beringlar. Mana ham to'liq holati. Cho'zib turibdi, tushirib turibdi. Mana oldi devor, orqa tomon ham devor. Harakat taqiqlanyapti. Qanaqa turdagi transport bo'lsa ham va qaysi yo'nalishga yurishdan qat'iy nazar mumkin emas. Ikkita yelka tomondagi tramvaylar to'g'riga, relsiz transportlar esa to'g'riga yoki o'ng yuradi. Asli test savollarda burilishni ko'rsatuvchi metalli chiroqlarga ham e'tibor beringlar. Misol tariqasida yashil avtomobil berib, chapga olib qo'ygan bo'lsin pavorot. Xuddi shu rasmda bo'lib o'tdi, tramvay yoki sariq mashina yurishi mumkin. Yashil yura olmaydi, sabab chapga olib deymiz. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Bir xil faqat shu tomonga yurg'izvoradi, lekin u ikkita yelka tomondagi qayerga ketyapti, qaysi yo'nalishga yoqqan burchog'ini uni e'tibor berishmaydi o'quvchilar. Shu narsaga e'tibor. Biz hozir umumiy urg'u beryapmiz, lekin test savollarda tramvay izi qaysi tomon yo'nalgan, qayerga ketyapti qolgan transportlar, shu narsaga e'tiborli bo'lsanglar, maqsadga muvofiq va qiyin savollar qiynamasga yetishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu birinchi ishorasi ekan. Bunda qo'limda qo'yadi, mana ko'rdinglar? Bunda turganingda bundoq bo'ladi hozir mana. Demak, old tomondagi to'xtayapti bu holat, ikkita yelka tomondagi to'g'riga yoki o'ngga. Tramvaylar faqat to'g'ri yuryapti. Agar izi to'g'rida bo'lsa, mana shunaqa qilib aylanishi mumkin ekan. Bundan turib olishi mumkin mana. Bu yoq ham xuddi shunaqa tramvay faqat to'g'riga, qolganlari to'g'riga yoki o'ngga yurishi mumkin. Ayrim o'quvchilar bu yoq tomon boshqacha ishora, bu yoq tomon boshqa ishora deb o'ylaydi. Yo'q, vaholanki ikkita yelka tomon ham qo'lini tushirib tursa ham, cho'zib tursa ham bir xil ishora hisoblanadi. Bilib oldik. Ana endi sizlar bilan ikkinchi ishorasini ko'ramiz. Hop. Mana bu ikkinchi ishorasi. O'ng qo'lini oldinga cho'zgan holat. Mana shunday turadi. Chap qo'lni xolisi chapga cho'zib turadi, xolisi tushib turadi. Xuddi mana bilan
bitta narsa mana. Qo'lni yon tomon cho'zib turgan bitta narsa, manba bu bitta narsa ekan, mana bitta ishora ekan. Bilib oldinglar? Baquvvat navqiron bo'lsa, qo'lni yon tomon cho'zib turishi mumkin. Agar charchab qolsa, keyin tushib turadi. Test savollarni bir xil payt tushirib turadi, bir xil paytda ko'tarib turadi. Hayotda qimillab turadi, nima qiladi? Qimillab. Biz shuni tushunib olishimiz kerak. Demak, e'tibor beramiz. Javob sizlar bilasizlar. Tartibga soluvchini har doim orqa tomoni harakat taqiqlanadi. Mana e'tibor bering, orqa tomon yurish mumkin emas. Va o'ng yelka tomoni to'siyotimiz sizlar mana shlagbaum bo'lyapti bu yerda. Yurishinglar taqiqlanadi. Shlagbaum mumkin emas. Eslab qo'ying mana. Demak, boya birinchi chorasida qo'l yon tomonga cho'zyapti yoki tushiryapti. Oldi bilan orqa tomon harakat taqiqlanyapti. Kim bo'lsa ham. Ana endi o'ng qo'lni oldinga cho'zyaptimi? Orqa tomon va o'ng yelka tomonni harakatini nima qilyapmiz biz? Taqiqlayapmiz. Orqa o'ng yelka tomon. Kim bo'lishidan qat'iy nazar va qaysi yo'nalishga yurishdan qat'iy nazar taqiqlanadi. Eslab qo'yinglar. O'tda orqada pajarniy bo'lmaydimi? Skoriy bo'lmaydimi? MCS bo'lmaydimi? Mumkin emas. Ular ham tartibga soluvchi ishorlarga bo'ysunishi kerak bo'ladi. Ketdi. Keyingi mana. Ana endi tramvay keladigan bo'lsa mana chap yelkali tramvay faqat chapga ketadi mana. Ya'ni qo'l bo'ylab, bitta qo'ldan bundoq yengidan kiryapti, qo'l bo'ylab bundoq chiqib ketyapti. Boya qo'limni cho'zib turdim yoki tushirib turdim. Tramvay qayerga deylasizlar? To'g'riga deydi. To'g'ri, izi to'g'ri bo'lsa yursin deydi. Ana endi o'ng qo'lni oldinga cho'zyapti. Bu holatda bunda tursa, tramvay bundoq keladi, chapga ketadi mana. Sizlar uchun bu yoq chap tomon. Qo'limni cho'zib turma, bu ham xuddi shu holat chap ketadi tramvay. Faqat chapga mana. Eslab qo'ying. Yo'q, izi chap tomonda emas ekan, izi to'g'rida ekan uni, izi o'ng tomonda ekan tramvay degan bo'lsanglar, kutsin. Boshqa ishorasini kutsin. Bo'lmasam izi shu yo'nalish bo'lsa, yursa bo'lar ekan mana. Ana endi qolgan transport vositalari, aynan qolgan relsiz transport vositalari nima qiladi degan bo'lsanglar, mana bular barcha yo'nalishlarga harakatlanishga ruxsat etiladi. Mana buni men o'quvchilarga nima deyman? Zalatoy qo'l deyman. Mana shuni ko'rib olinglar. Imtihon savolida aynan shu tartib soluvchini shu ishorasidan juda ham ko'p savollar keladi. O'ng qo'lni oldinga cho'zyapti. Tramvay hech qanaqangi zalatoy qo'lga qaramaydi. Mana shu keladi, chap ketadi mana shu. Keladi, chap ketadi. Agar izi bo'lsa, qolgan transport vositalari esa xohlagan tomon yurishi mumkin. Xohlasa to'g'riga, xohlasa o'ngga, xohlasa chapga, liboy tomon ketaveradi mana. Hayotda bunaqa qiladi. Yur. Tez bo'laring mana. Demak, xohlagan to'g'riga ham, o'ngga ham, chapga ham, o'ziga qulay kerak bo'lgan qator egalarga ketaveradi xohlagan tomon mana. Eslab qo'yinglar demak. Tushundinglar? Tramvay faqat chapga, qolganlari xohlagan tomonga yurishi mumkin ekan. Demak, keyingi holati mana. Oldi tomondagi tramvaylar faqat o'ng yuradi. Mana shu qo'l bo'ylab mana. Xohlasam qo'limni chap tomonga cho'zib turaman, xohlasam tushirib turaman. Xohlasam cho'zib turaman, xohlasam tushirib turaman. Bitta narsa. Tramvay har doimgidek bitta qo'ldan kiryapti, mana shu qo'l bo'ylab yurib ketyapti. Mashina ketyapti. Ya'ni qayerga ketyapti? O'ngga ketyapti bu yerda, o'ngga. Bu chapga. Bu o'ngga tramvay. Bu chapga, bu o'ngga. Agar izi shu tomonda bo'lsa, bo'lmasam yurmasin. Qolgan transport vositalari ham hammasi o'ngga yurishi mumkin. Hammasi o'ngga mana. Agar to'g'ri yurmoqchi ekan u yoki chap ketmoqchi ekan u degan bo'lsanglar, nima qilsin? Kutsin. Joyda kutsin. O'ng tomon yurmoqchi bo'lsa yursin, bo'lmasa kutsin. Test savoli sizlar qaranglar. Old tomondagi transport vositalari pоворotning o'ng yoqqanmi, izi o'ng tomondami, unda uni yurg'izinglar. Bo'lmasam tursin joyda. Boshqa tomonni savolga qarab turib yurishimiz mumkin bo'ladi. Mana sizlarga eslab qo'yinglar. Hop, birinchi chorasi qo'lni yon tomonga cho'zgan yoki tushirgan holat edi. Oldi bilan orqa tomon to'xtaydi. Ikkita yelka tomondagi tramvaylar faqat to'g'riga, relsiz esa to'g'riga yoki o'ngga. Mana bu ham tramvay faqat to'g'riga, relsizlar to'g'riga yoki o'ngga edi. Ana endi o'ng qo'lni oldinga cho'zgan holati, chap yelkani holat cho'zadi, qo'lni holati tushiradi.
old tomoni tramvay faqat o'ngga, qolganlari ham o'ngga, hammasi o'ngga. Chap yelkadagi tramvaylar faqat chapga, qolganlari xohlagan tomonga nima yurishi mumkin. O'ng yelka tomon bilan orqa tomon har doim nima qiladi? To'xtaydi. Ketdi. Ana endi 3-ishora juda ham oson ishora. Demak, o'ng qo'li tepaga ko'targan holat. Mana shu tepaga ko'taradi. Jezl, qo'lidagi jezl ushladi, tepaga bitta ko'taradi. Mana shu holat harakatni, ya'ni barcha tomondagi, barcha yo'nalishdagi yo'l harakat qatnashlarini harakatini nima qilyapti? Taxlayapti. Kim bo'lsa ham hammasi to'xtayotgan mana. Eslab qoling. Testda qanaqa savol bergan? Siz chorrahaga kirganingizda tartib soluvchi tepaga ko'tarsa qo'lini nima qilishingiz kerak degan. Ko'pchilik to'xtash kerak deydi. Bu savolda chorrahaga kirganingizda deyapti. Savollar qarasanglar, yozma savol. Chorrahaga kirganingizda kirib bo'ldingiz-ku chorrahaga. Ko'tarishni kirib bo'ldingiz ichkariga o'sha. Harakat davom ettirish kerak deysiz, kirib bo'lgandan keyin. Kirishdan oldin ko'tarib qo'ygan bo'lsa, endi harakat sizlar to'xtatishingiz kerak bo'ladi. Eslab qolinglar. Va qo'shimcha qilmoqchiman. Tartibga soluvchida nimalar bo'lishi kerak degan savol kelsa, hamma narsa bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha variantida jezl, jeton, xushtagi tegishli guvohnomalar degan variant bor. Shu hammasi degan variant bor. Biz hammasini tanlashimiz kerak. Va tartibga soluvchini xushtak chaladigan bo'lsa, nima vazifani bajaradigan bo'lsa, deysa, e'tiborni jalb qilish uchun deysizlar. Xushtak chaladigan bo'lsa, eslab qo'yinglar. Mana sizlarga uch ishorasi. Qisqacha shunaqa, ko'rib turganidek sizlarga asosiy mavzudan birini tushuntirib berdim va shundan tushadigan savollarni sizlar qiynalmasdan ishlashingiz mumkin. Agarda shu bilimlaringizni amaliyotda qo'llab ko'rsangiz, qanaqa natijaga erishishingizdan qat'iy nazar bizani atmetga qilib ketinglar. Menimcha bu darsdan keyin ko'pchilik savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Shu bilimlaringizni bizga ham o'rgatsanglar bo'ladimi? Shu onlayn kursingizni qanaqa osuv bo'ladi degan. Ha, albatta bo'ladi. Xudo xohlasa tez kunlarda shu onlayn kursimizni ham boshlaymiz. Shu darsni yozayotgan paytimizda profilimizda shu darsni e'lon qildik. Shu e'lon qilganimizning o'zida 15 ta odam tayyorlov kursimizga joy zayd qilib bo'ldi. Onlayn kurs bo'yicha qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Onlayn tayyorlov kursimizni 10 kun mobaynida bo'ladi. Bu kursda siz hamma mavzulardagi testlarni bitta sharhlab chiqilgan holatdagi videoni ko'rgan holatda tayyorlanib, imtihondan muvaffaqiyatli topshirib, pravani qo'yib kiritsanglar bo'ladi. Ha, aytgancha, bu testlarni sharhlab chiqilgan holatdagi videoda siz testlarni yodlamaysizlar. Sizlar testlarni tushunib ishlaysizlar va esingizda qolishi ham oson bo'ladi. Bu videodan keyin sizlarda ikkita yo'l bo'ladi. Birinchi yo'l, shunaqa qilsa bo'lar ekan deysiz va har doimgidek shu yo'lingizni davom etib, imtihondan yiqilishga davom etasiz. Yoki ikkinchi yo'lni tanlaysiz, hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tasiz va hamma savollarga o'zim javob beraman, darslarni ham o'zim olib boraman. Va albatta sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Aynan nega shu kursni olishim kerak degan. Eng asosiysi shu paytgacha o'zingizlar tayyorgarchilik ko'rib bir necha bor yiqilgansizlar va bundan keyingi qadamlaringiz 1 million 200 ming so'm to'lab tavakkal qilishingizga arzimaydi. Meni qo'limdan har xil o'quvchilar o'tgan va sizni holatingizdagi o'quvchilarni ham ko'rganman va o'qitganman va yaxshi natijalarga erishtirganman. Siz bu kursda bomba ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Asosiysi sizlarga kursda testdan yodlatmaymiz. Bittalab o'zingiz tushunib olasiz. Xo'p, narxlar qanaqa bo'ladi va kursga qanaqa qo'shilish bo'yicha pastda havola berganman. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tib yozishingiz mumkin. Hozir shu videodan keyin ro'yxatdan o'tganlarga bonus sifatida onlayn kursimdagi bitta videoni qo'shib beraman. Kursga qo'shildingiz, to'lovni qildingiz va kurs boshlanish sanasini kutib o'tirmasdan gruppaga o'sha zahoti qo'shilasiz va hamma savollarga o'zim javob beraman. Kursimizdagi videolarni ko'rib borasiz va o'zimning tavsiyalarimni beraman. Shu joyda videoni yakunlaymiz. Harakat qilib, nima natijalarga erishsanglar ham bizlar bilan ulashsanglar xursand bo'lamiz. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha hammaga rahmat.